Selam dostlar, sizin bilen Feride. Hem bugün biz İngilizce kir yuvarga öğrenirbiz. Başlık. Kir yuvu laundry degan isim bilen bildiriladi. Agar da biz fiil yozarga tiliybiz ekan, do laundry deb aytamiz. Masalan, I want to do laundry. Men kirlarni yuvarga tilayman. Pishiriq kirlarni jiyatirgan maxsus karzin laundry basket qopshik bo'lsa hamper deb ataladi. Birinchi ishroqda kirlarni yuvatirgan mashinaga the washer yaisa the washing machine tutirga kerak. U vaqtda biz load degan fiilni qo'llanamiz, ya'ni kirlarni mashinaga tutiru. Endi kirlarni chiqarishga kerak bo'lsa, u vaqtda biz unload deymiz. Masalan, I need to unload the washing machine. Menga mashinadan kirlarni olirga kerak, chiqarishga kerak. Kirlarni yuvganda maxsus parashoklar, detergent qo'llanamiz. Haligi konteynerda siyiqcha parashok, liquid detergent. Bu sovutda kichkinagina paketiklarda parashok. Ular detergent packs deb ataladi. Kirlarni yuvib bitgach kiptirirga vaqt yetsa, ham kiptiru ikki tir usul bilan boshqariladi. Birinchisi, siz masalan bowga ilarga mumkinsiz kirlaringizni. Bow close line ilarga hang bo'ladi. Masalan, I need to hang my clothes on a clothesline. Menga kirlarni bowga ilarga kerak. Yaisa kirlaringizni maxsus kiptirgichga ilarga mumkinsiz. U kiptirgich og'ash yoki metall kesagidan yasalirga mumkin. Ham ingliz tilida drying rack yaisa clothes rack deb ataladi. Lekin Amerikada maxsus kiptirgich mashinalar bor. Ular munda big populyar. Ya'ni bowga bir kimda kirlarni ilmi. Ham inglizcha haligi mashina dryer deb ataladi. I need to dry my clothes in a dryer. Menga kirlarni kiptirgich mashinada kiptirirga kerak. Mashinaning eshigi oldan bo'lsa, a front loading machine bo'ladi. Agarda mashinaning eshigi ustdan bo'lsa, a top loading machine. Mening ishroqda a top loading washer, ya'ni ustdan oshilatirgan kir yuv mashinasi. Ham a front loading dryer, ya'ni eshigi oldan oshilatirgan kiptirgich mashina. Qo'shak kiptirgich mashinalarga dryer sheets qo'yalar, ya'ni islantirgich maxsus qog'ozlar. Ularning tip funksiyasi kirlarni yumshartuv, islantiruv, lekin u har bir kishi tilagidan turib, shaxsan men uni qo'llanmayman. Kirlar qurib bitgach, ularni tirib qo'yarga kerak. Ham inglizcha tirib qo'yu fold bo'ladi. Masalan, I need to fold my clothes. Ya'ni menga kirlarni tirib qo'yarga kerak. Butun prosesni boshqarib bitgach, ya'ni kirlarni yuvib bitgach, tirib qo'ygach, ularni olib qo'yarga kerak. U vaqtda biz frazeologik fiilni qo'llanamiz. Put away. Olib qo'yu. Masalan, I have to put my clothes away in a laundry basket. Menga kirlarni korzinga olib qo'yarga kerak. Shuning bilan dars tamom do'stlar. Ostda kommentariyada o'zingizning jumlani ingliz tilida yozing'iz. Bugunga sog' bo'ling'iz.